Ko'p ota-onalar farzandim harflarni taniyapti, 100 gacha sanayapti. Demak, u birinchi sinfga tayyor deb hisoblashadi. Aslida maktabga tayyorgarlik bu bilan ko'rinmaydi. Keling, hozir birgalikda 3 ta bosqichini ko'rib chiqamiz. Uchinchisi ham muhimi. Birinchisi, bola xohlamasa ham 20-30 daqiqa diqqatini jamlab bir joyda o'tira oladimi? Agar o'yinda yutqizib qo'ysa, yig'lamasdan o'z his-tuyg'ularini boshqara oladimi? Maktabda bu juda muhim. Ikkinchisi, eng asosiysi mustaqillik. Bola o'z kiyimlarini mustaqil kiya oladimi? Shaxsiy buyumlarni tartibli yig'ishtirishni biladimi? Uchinchisi, eng asosiysi, bola ruchkani barmoqlari yordamida to'g'ri ushlayaptimi? Va o'z fikrini, ismi sharifini, ota-onasini kimligini aytib bera oladimi? Agar farzandingizda shu xislatlar bo'lsa, sizni tabriklaymiz. U maktabga tayyor. Biz esa uni qabul qilishga tayyormiz.